Acep bir işkene. Putlarım ixtiyarsız akşam Alim Akaş bilen körüşken joy başlap geldi ya. Akşam o mahbi köyük, mahbi azap, şuncha tatlı lezzeti. Barmıdı o menden bölek, 13 yengem bir kişi dedi. Tova. Bilimlik adamın her bir sözlerimi nahit mənlik boladı eken. Onun ayali, balları bombagan boz, qancha yaxshi bo'latdi. Oy. Alim Akaş tünögün ət görüşüle desem, muhim işim var davat attı. Acep bu yak qarab kelatıdı ya. Bugün yeni bir güzel bilen görüşümende. Hey, muşu baxt degen neme? Pul mu? Hukuk? Ya, bularning hammasi muş qizlar uchun xizmat qiladi. Xudoyim muşu chiroyli qizlarni yaratmagan bo'lsa, qandoqmi qilar edik ha? Voy. Mening mikrojenim kelib o'tamdi nima? Shukr. To'xta. Muşu qizlar degan eg'ir besak, erlarni yaxshi ko'rdi. Men kechikib kelgan bo'lib olay. Alim kan kelmepti-de. Boptu. Onun hizmeti bekle aldıraş. Birden saklap duray. Kim o? Men kim o? Alim Akaş. Qanda akışınız? Tatlı akışım. Kechiring olmaqsinglim. Sizni saqlatib qo'ydim ha? Neyim üçün keçip pahalılığınızın deptersiniz, andık keçirme. Qaram, 8 tomliq yirik bir asar yozib o'tatdim emasmi? Deb bering. Shuning bilan bo'lib ketib, bilan ko'rishni unutib topdim. Neyim doğrusu yozvatdı? Muhabbat to'g'risida. Bu asrimning temisi, maxfiy sevgi. Yani şu konu mukamdan ha? Hey, bu muqam mangu ko'nirmaydi. Siz aytpaqmi, mush insonlar nima uchun yaralgan? Emgek üçün. Xata. İnsanlar muhabbet üçün, fakat muhabbet üçün yaralgan. Bo'ldi bu insonlarni qo'yib turayli. Mushu qo'y, kala, at, eshak, kaptak, qushqoch, mushlarning hammasi bir-biri bilan kuyishib, yurak bag'ri kavab bo'lishidi. Muhabbet sizning yurgingizni kavab qilib baqqanmi? Burun mening yurgimni kavab qilaligidek bir qiz uchrab baqqan emasman. Ballariңizning atışı. Ey, ahmaq singlim. Ben onun bilan muhabbet üçün emas, mandaq bir rasmiyat üçün to'y qilib qo'ygan. Bu qandoq gap? Rasmiyat uchunmi to'y qilamda? O'z yaxshi ko'rgan kishi bilan har bir to'y qilmaslik kerak. Chunki nikah muhabbatning qabrisi degan hikmatli so'zni anglamayotgansizda siz. G'alati gap bo'ldi-da bu. Tafakkur qiling singlim, tafakkur qilishimiz kerak. Al-Musaqdan tatib ta hozirgichilik hech qanday oshiq ma'shuq bir-biri bilan to'y qilgan emas. Masalan, G'arib Sanam, Tohir Zuhra, Farhod Shirin, Layli Majnun, mana mushlarning qaysi biri bir-biri bilan erib tegishgan? Shunga xalqimiz necha ming yillardan beri bularni tillarda doston qilib so'zlab kelmoqda. Agar bular bir-biri bilan to'y qilgan bo'lsa edi, u chaqda bir-biri bilan so'qishib, G'arib Sarang, Sanam Besham, Tohir O'g'ri, Layli Maynat deb bir-biri bilan bo'g'ishib ketmoqda. G'alati gap qilgansiz, Alimka. Rost gapni da'vatim ajanam sana. Biroq Alimka, men mush yosh ko'rgan yigitim bilan to'y qilsam, baxtsiz bo'lib qolamanmi? Man qarang, mushu muhabbat, baxt degan uch oshkor bo'lsa, o o'zining qimmatini yo'qotadi. Men shu topda sizga mush butun dunyodagi 2,5 milliard ayolni tanqilmayman. Bu nima uchun? Chunki men sizni yaxshi ko'raman. Sizni yoshirin yaxshi ko'raman. Bu muhabbet benim yuragimning qat-qetiga o'rnab ketgan qarang. Mana mushu muhabbet mening mushu qamlashmagan dunyoda yashashimga sabab bo'lib kelmoqda. Bir faylasuf maxfiy kuyuk, maxfiy azob, shuncha tatliq lazzati, famidum mendim bilak buni tushungan bir kishi degan ekan. Nimalarni deb yursa Alimka? Men sizni suymayman. Siz
sizni yoshirin sevme. Mest bop kalmagansız Alimka. Sizin muhabbetiniz beni g'arq qilib etdi. Bırak Alimka, siz bana sizni singlimdek yaxshi ko'raman degandingiz-ku. To'g'ri? Men shundoq degan. Lekin bu mening muhabbetimni sizga bo'lgan bu muhabbetimni men sanchaqlab qolibman emasmi? Siz mening vatanim. Siz mening ota-onam. Siz mening borlig'im. Muhabbat. 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 Alimka, siz meni rostini yaxshi ko'ramsiz? Voy canım singlim, sizning bu savolingiz qandaqmi? Degan oddiy so'z bilan javob bergan bo'ldi. Men sizdan meni rostini yaxshi ko'ramsiz deb so'rayapman. Bak, ajoyib ha. İntayin ha. Bırak Alimka, sizning bolalarınızning opisi bor-ku. Men ularni yo'q demadim-ku. Men sizni bek hurmat qilaman. Mana shu hurmatdan muhabbat tug'iladi. Biroq men yaxshi ko'rgan odamim bilan cho'qim to'y qilishim kerak. Siz shunday qila olamsiz? Yo'q. Men muhabbatni dafsanda qiladigan bunday ishni hargiz qilmayman. Mening anda g'arib sarang, tayir o'g'ri bo'g'im yo'q. Siz nim demoqchi? Mening demoqchi bo'g'inim qarang. Navodi siz menga ishonsangiz, biz bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Bir-birimizning holiga yetaylik. Shundoq bo'lganda bu muhabbat bizga haqiqiy baxt ato qila oladi. Shuni buni ko'ngilga oshna deydi. Voy nimda satgap bu? Siz bilimga oshna bo'lgin degan she'rlarni, oshnajon degan naqshlarni anglamabdikansizda? Aslida satgap emas bu. Siz menimni go'ron qilyapsiniz. Xalit odam ekansiz-jimi? Qanda eski ekanman? Hem eski hem yaxshi. Yo'q, eski. Alimka, siz baxtlikmi? Men baxtlik. Mening oilam bor, qarang, bolalarim bor. Eng muhimi, meni mush dunyoda yashashga intiltirayotgan siz parizotim bor-da. Biroq bu parizat sizning emas-da. Men qarang, bu muhabbatni zo'rlab tangilinmaydi. Men sizni g'oyibona suyman. Mana mushuning o'zi menga kifoya. Men sizning teningizga erishmoqchi emasman. Bu gapingiz rostmi, Alimka? Albatta rost singlim. Bo'lmasa shu topda mening sizga kuchim yetmasmi? Agar men sizga ma'qul desam-chi? U chog'da men dunyodagi eng qudratli odamga, ya'ni Xiymanga aylanamanda sizni chaydak ishlaydiman. Eski. Qo'yanim degandingiz? Qanda eski ekanman? Yo'q. Meni yaxshi ko'ramsiz. Yaxshi ko'rishdan qo'rqaman. Qo'rqmang singlim, hargiz qo'rqmang. Sizni qo'rqitadigan odam bo'lgandan ko'ra zahar ichib o'lvog'inim tuzuk. Shuni so'zlayman. Anda bo'lsa, qo'rqmayman. Hargiz qo'rqmayman danga. Qo'rqmayman. Anda bo'lsa, meni yaxshi ko'rmadingmi? Sizni yaxshi ko'raman. Nega desangiz shu yerga boraman. Nima qildisingiz shuni qilmadingmi? Nega desangiz shu yerga boraman, nima qilsangiz shuni qilaman. Rahmat, singlim, rahmat. Menga ishonganingizga ko'p rahmat. To'xtab turing, men sizga alohida bir narsa tayyorlagandim. Oddiy bo'lsa-mu buni sizga tutay. Rahmat. Endi ko'zingizmi? Voy olim akash, voy olim akash. Bu kim o? Tanımayman? Nima? Siz meni tanımamsiz? Siz meni tanımamsiz? Men sizning tunugan parizotingiz emasman? Tanımamsiz? Yo'q, tanımayman. Bu zot kim o? O bir ufkash. Shundoq. Men bu yoqning ukisi. Qizjoq. Siz bayotindan beri bu yerda anglagan gaplarni menmi tunugan dal mushu vaqtda, dal mushu joyda anglaganman. Men u yoqning parizoti, ya'ni maxfiy sevgini bo'laman. Bu gap rostmi? Bu men bu Eski! Hey!
Sizning xabaringiz borku, men hali bir asar yozyapman emasmi? Shuni bugun turmush o'ginay deb mayada menda amaliyot bir Tünögün ət körsüle desem, mühim işim var davet attınız. Aslında muşunda kısınız bakken de. Bak qarang, japoni çekmegen aşık, vafanın qadrini bilmez degandek. Bunun qadri yetemti olmaymak. Bunun faqat sizin münasip. Bu günni sizga tutdim. Bu gül ağzınca, yani bir sığlığınızı berip Hey, alın. Bu saniye. nımızsız. Hey, saniye to'xta. Voy, yo'q qilish a? Öp qo'ygan xotinimdek tilishib ketgin-ne? Buni sen aylishmisan, xotinimga beraman apirib. Qara. Biroq nima deb beraman? Ha, o'tgan kelib yolg'onchi qiz kelmagandimi? Ulug'tun ulug' muhabbatimizning simvoli deb bergandim. Bu eshib qolgan gul bo'lgan ekan, eshib to'shib qolgan muhabbatimizning simvoli deb beraman. Biroq bir yil jiq gul isrof bo'lib ketadigan bo'ldi.